eslaydi, betob bo'lsam hech uxlamaydi, Xudodan baxtim so'raydi onam. Jonim tikar otilsa toshlar, uchramasin deb bag'i toshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim, onajon. Uzoq bo'lsin deyman umringiz onam. Kechiring gar bo'lsa xatoyim, yoningizda bo'lay har doim. Sizni vizit qildik ona. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? Farzandlarimda. Farzandlaringiz tomonidan. Aynan kim tomonidan tashrif buyurdik? To'g'ri, farzandlaringiz tomonidan tashrif buyurdik, lekin bir inson bor bizlarga ancha oldin aniqlab chiqishgandi. Onajonimiz shu tug'ilgan kuni kelyapti, onajonimni xursand qilmoqchiman, onajonimni shu xursandchiligiga sherik bo'lmoqchiman dedi. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlardan juda ham bitta aziz sizning farzandingiz, juda ham erkatoy farzandingiz bor. Zuhridinim bor, Toyirim bor, Ilyorim bor. Shu hozir aynan shu onajonimizni xursandchiligiga sababchi bo'lmoqchi bo'lgan ikki insonimiz bor. Bizlarga juda ham qadrli, juda bir mehribon insonimiz bor. Zuhriddin akam bilan bitta Toyir akamga qarsaklar bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bizlarga Zuhriddin akam aniqlab chiqishgandi. Shu onajonni xursand qilmoqchiman, onajonni xursandchiligiga sherik bo'lmoqchiman dedi. Hozir shu musofirda ekanlar, shunaqa baxtli kunda, shuna borlariga shukr. Shunaqangi bugun bir ajoyib kunda yoningizda bo'lolmaganlar uchun uzr so'rab qo'ydi, lekin tabrik so'zlari bor, aynan siz uchun atalgan. Ruxsat bersangiz shuni o'qib beraman onajonim. Bugun eng go'zal kun. Sababi onajonimning tug'ilgan kunlari, mehribonim, ayajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir musofirdaman. Aynan siz uchun va oilam uchun juda ham harakatdamiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqangi ajoyib kunda tug'ilgan kuningizda yoningizda tura olmaganim uchun ming bor uzr. Lekin onajonim bilingki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni dunyolarga alishmayman. Bu men sizni o'g'lingiz Zuhriddin Atoyev. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Otajonim bilan doim baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Barcha ezgu tilaklarim siz uchun. Dunyo turguncha turing deb o'zim tilaklarini aytib qo'ydi. Va uzoqlashdi yaqinlarim ham. Siz oldingiz boshim silab, rahmat sizga onajonginam. Tushganimda boshimga kulfat, sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qildingiz toqat, rahmat sizga onajonginam. Siz borsira bo'lmayman taslim, siz borsira egilmas qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim, rahmat sizga onajonginam. Bu qarsaklar sizga onajonim bor. Rahmat, salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Opajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Pochcham bilan baxtli hayot kechirib, farzandlaringizni huzurni ko'rib yuring, opajonim. Iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin, aytganingiz kelsin. Yana bizlarda juda ham qadrli insonlarimizdan biri Motar yangamiz bor. Qarindoshlar, mana opajonimni tug'ilgan kuni ekan. Men mana shu fursatdan foydalanib opamga faqat sog'lik, salomatlik
uzoq umr pochcham bilan qo'sha qarib, mana shu nevara chevaraklarga bosh bo'lib yurib qolaversa, bizlar kelinlar o'g'illarimiz to'ylarida, qizlarimiz to'ylarida hamisha bosh qosh bo'lib yurishini istab tilab qolaman. Sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Yana bizlarning momomiz ham bor edi. Qo'ya ismlarni yoz. Nasoy opa. Momo qani? Bobo, keling. Siz tabrikday bo'lmaydi. Onajonimni bitta tilaklar bilan tabriklab qo'ying-chi. Keling. Nazikat singlim tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Kuyovim bilan qo'shilib qo'sha qarab yuzlarga kelib, bolalarim tuzilni ko'rib, hoji bobo, hoji momo bo'lishlarini sizlarga ham Xudo nasib qilsin. Hamisha to'y tomoshalarda yuringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Katta rahmat sizlarga. Mana shu xonadonga tashrif buyurganlaringiz uchun. O'rtog'imlar, jon qondoshlarimni, jigarlarimni boriga shukur. Shularsiz menga hayot tatimaydi. Shular bilan hayotim shirin, shular bilan hayotim go'zal. Shularni boriga shukur. Allohim mana shularga bosh bo'lib, mana shularga yo'l yurib ko'rsatib, shularni baxt kamolini, rohatini ko'rib yursak, turmush o'rtog'im bilan bundan menga boshqa o'zga baxt yo'q. Doimo sizlarni ham ijodiy faoliyatlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Yomon nima qilmagan Allohim boriga shukur. Rahmat bolajonim, sog' bo'l, omon bo'l. Bolajonim, bolalaringga shukur hammalaringda. Sizlarsiz menga hayot tatimaydi bolajonlarim. Allohim omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Ishlaringga rivoj, omad tilayman hammalaringda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'l bolajonim, rahmat. Sog' bo'l. Men hamisha sizlardan xursandman, roziman hammalaringdan. O'g'larimdan ham, qizlarimdan ham, kelinlarimdan ham hammasidan roziman. Turmush o'rtog'imdan ham. Menga bundan boshqa baxt kerak emas. Men har tomonlama to'kisman. Xudoga shukur deyman. Allohga shukur. Mana shunday farzandlar, mana shunday kelinlar, mana shunday nevaralar, mana shunday turmush o'rtoq berganiga menga xursandman, Allohim. Baxtimga hammalari sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shunday jigarlarim boriga shukur. Omon bo'l. Sog' salomat bo'ling. Nasib bo'lsa bolalarni o'zini ko'rib, bir necha yillar birgalikda o'tkazaylik. Nasib bo'lsa. Kalamligim rahmat. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat hammasiga. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'lsin. Onajonimni o'zi nima deb erkalab chaqirasiz ota? Onasi deyman buni. Onajonimni qachon aytdingiz shu oxiriyatda onasi seni yaxshi ko'raman deb? Har kuni aytaman. Har kuni aytasizmi? Bitta hammasi bilan bitta qarasin-chi, qani bitta jonli ijroda bo'lsin otajonim. Onajonisi, men seni yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat, umringiz. Ega og'iz gapini eshitmoqchiman men. Bo'lmasam eng yaqin kuyovlar bor. Shu mana hamisha bunday yaxshi kunlarda o'tiraylik. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Jon, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Mana shu 60 yoshingizni nasib qilsa, yana 60 yoshni ko'rib, shunday bundan-da ziyoda bo'lib hammamiz baxtimizga dadam bekolangiz sog' omon bo'linglar. Hammalaringizga rahmat kelganlaringiz uchun. Jonim, baxtimizga sog' salomat bo'ling. Bolalarimizni, hammamiz baxtimizga, ukalam baxtiga sog' salomat bo'lib, omon eson, ming yoshlar ko'rishlaringizni, bizlarning to'ylarimiz, o'g'illarim, nevaralar to'yida mana shunday o'ynab, kulib yurishlaringizni xohlayman. Sizlar juda yaxshi ko'raman, ayajon, dadajonim. Rahmat, qarsinglar bo'lsin. Salomat bo'ling, umringiz sog' bo'lsin.
tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib, yuzlashib, hoji ona, dada, hoji bobolar bo'lgan yeringizlar, bizlar baxtimizga sog'-omon bo'lib, har doim bizga bosh qo'shgan bo'lgan yeringizlar. Har doim o'ynab, kulib, hech qachon xafa bo'lmangizlar. Har doim xushchaqchaq kayfiyatda yeringizlar. Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuring. 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, otam bilan qo'sha qaring. Doim baxtimizga sog' salomat bo'lingizlar. Tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ayajon, mana shu tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman chin qalbimdan. Buni biz o'g'lingiz bilan anchadan beri rejalashtirib yurgan edik. Olib kelamiz deb, va nihoyat mana yana bir bora niyatimizga erishdik. Dadam bilan qo'sha qarib, baxtli bo'lib, bizlarni bolajonlarimizni, hammamizni huzur halovatimizni ko'rib yuring. Yana bir bor tabriklayman ayajon. Bolam deb